Endi necha pul narxlaysiz buni? Xo'p. Men 17 Pro Max. keldim. Da, Malikaga O'zingiz ishlatgansiz. Da. 50 ta. Nima aymlari bor? Вообще Yangi. Yengil. Nechta ekan sikl? 50 ta. Xo'p. Mo'jalingiz qanaqa o'zingiz, singlim? Mani mo'ljallam Ha. 1400. 1400 sal baland. Nega? Kelishtirib berasiz. No, Instagramda hamma qizlarga yaxshi narx beryapsiz-ku, menga ham qilib bering. Yo, siznikini olamiz baland xudo xolasa. Undan ko'ningiz to'q bo'lsin, yaxshi narx olamiz. Bunaqa Qanaqa? pastga urmaymiz. O'zingiz ham xudo xolasa Malikada tanishim bor deyapsiz. Da. Menimcha kimlargadir narxlatib kelyapsiz bizga. Narxlatdim. No, yuzga primoy olib kela qoldim Malikaga bormasdan. Adam просто so'radim, agar anaqasi kam bo'lsa olib qoladi dedi. Menda no 50 ta deb вообще. Ko'p zaryadka qo'yib yuborganman. O'zi nimaga sotasiz buni? Men o'zi bitta 17 Pro Max zakaz qilgandim, Ha. oranjoviy rangidan. Shuning uchun buni sotaman. Chunki rangi yoqmayapti вообще. Zo'r rangi o'zi. 300 olamiz boki. Tekis $1300 beramiz, rozi bo'lsangiz. 1300 mi? Ha. Так, давайте. Bo'ladimi? Da, bo'ladi. Xo'p, bunda qarang. Bo'ldi, sanavur pulni. Anaqa qilasiz, kargo dokumentlarini olib tushmagansiz. Yo'q. Bo'ldi, kargo dokumentlarni olib tushib berasiz. Sizga hozir $1200 ber. Telefoningiz menda turib turadi. Kargani tezroq menga olib tushib berasiz. Mana shu olaymanmi? Tushganingizdan $100 olib ber. tushib bersam Yo'q, ehtiyot bo'lasiz, sekin olib tushib beravering. $100 beramiz tushganingizdan, bo'ladimi? Bo'ldi. Anaqa qiling, biz shu yerda kutib turamiz.